Kursdan avval GXP haqida bilarmidingiz? Qay darajada edi? Kursdan oldin GXP, GMP qoidalari haqida bilimlarimiz bo'lgan, lekin bu darajada chuqur bilimlarga ega emasdik. Bundan oldingi ish jarayonimizda o'qitilgan GXP, ya'ni GMP, GDP, GBPlar bo'yicha ham bilimlar olganmiz. Hozirgi olayotgan bilimimiz oldingi bilimlarimizni to'ldirish uchun juda katta muhim rol o'ynayapti. Kursdan avval to'g'risini aytadigan bo'lsam, ish jarayonida o'qishga vaqt bo'lmaydi. Faqat ish bo'lib ketaveradi. Bu kursdan juda ko'p natijalarni oldim. Bu kursdan to'la to'kis qanoatlandim. Kursdagi eng yoqqan jihat nima bo'ldi? Kursdagi eng yoqqan jihatim o'sha sklad faoliyatidagi validatsiya. O'sha jihat menga yoqdi. Nima deydi, haroratlarni har bir nima darajagacha, har bir kub metrini maksimal va minimal joylarini aniqlab olish bu eng yoqqan jihati bo'ldi. Kursdagi eng yoqqan jihat bu o'qituvchining metodi bo'ldi. Ya'ni bizga bilim o'rgatayotganda har bitta variantlarni elementar darajada ko'rsatib, tushuntirib saboq bera oldilar. Kursimizda yoqqan jihati hozirgi dori shaklimizni ishlab chiqarishdagi bo'ladigan jarayonlarimizni yanada bir mukammal, sifatli dori vositalari ishlab chiqarish uchun qo'llashga juda katta bir turtki bo'ladi hamda aholini sifatli va samarador dori vositalari bilan ta'minlashga yordam beradi. O'quv materiallari va trening tushuntirishlari sizga qanchalik tushunarli bo'ldi? O'quv materiallari juda ham aniq va tartibli tushuntirilganligi uchun bilimlarimiz boyitildi. Bizga bilim olishda qiynalmadik. Juda ham oson usulda tushuntirildi. A'lo darajada o'quv materiallari va treningdan a'lo darajada qoniqdim. O'quv materiallari va treningimiz juda ham qiziqarli, har xil adabiyotlardan olingan, juda keng qamrovli bo'ldi. Bizning bilim darajamiz hamda dunyoqarashimizda ham juda katta o'zgarishlar bo'ldi. Kurs davomida siz uchun eng foydali mavzu yoki modul qaysi bo'ldi? Kurs davomida o'zim uchun eng foydali, eng qiziqarli darsi o'sha kappa plan tuzish mavzusi juda ham qiziqarli bo'ldi. Bu mavzuda kursdoshlarimiz bilan birgalikda qiziqarli fikr almashishlar bo'ldi. Juda ham qiziq mavzu bo'ldi. Kursimizda o'quv mashg'ulotida o'tilgan GMP, ya'ni yaxshi ishlab chiqarish amaliyoti darsida biz uchun juda bir muhim bo'ldi. Chunki hozirgi ishlab chiqarayotgan dori shaklimiz uchun GMP, ya'ni yaxshi ishlab chiqarish amaliyotida foydalanadigan asbob-uskunalarimiz, xomashyolarimiz hamda o'rov materiallarimizni qanaqa bir darajada bo'lishi, ularning sifati haqida juda ko'p ma'lumotlar oldik. Shu tomonlari bizga juda yoqdi. Kursni boshqalarga tavsiya qilarmidingiz? Nega? Albatta, har bir xodim farmatsevtika sohasida o'zini malakasini oshirishi kerak. Albatta, bu kursni boshqalarga ham tavsiya qilaman. GMP qoidalari nafaqat ishlab chiqarishda, balki boshqa sohalarda ham juda ham kerakli hisoblanadi. Hozir kursimizda o'tilayotgan mashg'ulotlarimiz juda ham keng qamrovli, keng mazmunli hamda ko'pgina adabiyotlardan ma'lumotlar olingan, juda ham samarali o'quv mashg'uloti bo'lyapti. Men ko'pchilikka buni tavsiya qilgan bo'lardim. Ayniqsa GMP sohasida juda katta ma'lumotlarga ega bo'ldik. Kelgusida bizdan qanday kurslarni ko'rishni istaysiz? Kelajakda marketing sohasidagi darslar bo'lishini xohlagan bo'lardim, chunki ishlab chiqarishda nafaqat sifatli ishlab chiqarish, balki iste'molchiga to'g'ri yetkazib bera olish haqidagi tushunchalarga ham ega bo'lishni juda ham xohlagan bo'lardim.
hozirgi kursimizdan yanada bir mukammal, ya'ni yorqinroq qilish uchun keyingi kurslarimizda biz o'zimiz uchun juda ham qiziqarli bo'lgan hamkorlarimiz bilan hamda xomashyo yetkazib beruvchilar bilan o'zaro hamkorlikda o'tishini xohlardik. Kursni bir so'z bilan ta'riflasangiz, u qanday bo'lar edi? Kursni bir so'z bilan tasvirlay olish imkoni bo'lganda, men buni ilhomlantiruvchi, yo'lchi yulduz deb tasvirlagan bo'lardim. Chunki ish davomida professional yondashuvimiz uchun ustozimizni bergan bilimlari va tajribalarimiz bizga yo'lchi yulduz sifatida yordam beradi deb o'ylayman. Bizning kurs boshqa kurslardan nima bilan farq qiladi deb o'ylaysiz? Bu kurs amaliy tajribalar bilan ishlab turgan faoliyatni kuzatuv bilan farq qiladi boshqa kurslarga nisbatan. Shunchaki onlayn emas, shunchaki nima emas, to'g'ri real ish jarayoni bilan to'la-to'kis bog'liq. Bu kursni boshqa kurslardan farqi interaktivlik va amaliyotga yo'naltirilganlikdir. Olgan nazariy bilimlarimizni amaliyotda tatbiq etish imkoniyatlari ko'p bo'ldi. Hozirgi mana shu olayotgan bilimlarimizni mana shu kursimizdagi kuratorimiz juda ham bilimli hamda keng tajribaga ega bo'lgan kuratorimiz orqali biz bilim olyapmiz. Juda ham qiziqarli hamda juda sermazmun bo'ldi. Biz juda ham bundan xursandmiz.